Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men velah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekûne eyyamen ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dualarımız demiş ki icabet olmaydı. Bu Uygurlardır zulüm uçuratkan. Zulüm uçurguçunun duasını Allah Teala icabet kılımı deydi. Davamlık hadislerde anlattırımız. Zulüm uçurguçu bilen, mezlum bilen Allah'ın oturması perde yok. O dua kıpıvıç Allah icabet kılır degen hadislerini anlayımız. Demiş ki bu bizde icabet olmaydıysa bir yerde Allah Subhanahu Teala yaxşılıkka buyurup yamanlıktan çekileş. Din ibaret bir ibaret olup cemiyette yamanlık. Birincisi yamanlık degenimiz nima? Tağut bay degenimizde haddini aşkan. Özüden başka insan durup özüden başka özüge oxşay insanı kul kılıp onu kontrol kılıp başqurma deyatkan Xitayga oxşay mesela. Onu kul kılışta haddini o başkalarının özünün üstün tutulgan bu tekebbür tağutninki özünün faaliyetlerine onun özüge karıştırış. Bunda yamanlıkka karıştırış üzülgen cayda Allah Subhanahu Teala üyege cezalaydı o halkını umumuzluk cezalayatda yaxşı adam ibadet başka işlerinin yaxşı namaz, roza başka işlerini yaxşı kılgan ama yaxşı yamanға meydana inek emas. Yaxşılık medhiyelep onu kollaydıgan yamanlıkça karşı durduğun gururu karıştırdıgan estağfurullah bomga bunda adamlar olsun onu ulağın nispeten hemmisini bir karı koyup şu milletin içinde yamanlık karıştırış yokap ketken milletine Allah Teala cezalı ötülganlığı o ceza kelgenden keyin ular dua kılsın icabet kılmayman deylik. Şunun için bunun dua kılsın uzun vakt gidiyor dua kılsın icabet kılmayman degen qat'iy oğuşalmaydı degen gap emas qarindoshlar. Onun şartı nima desa yani şu duanı icabet kıldı Allah Teala ve in uttum udna degen kelime qaysani qaytimiz degen. Yani biz yana şu yamanlıkka tağutga karşı turadigan yay qaytganda icabet olur duayımız. Şunun için yani bazı kayça Xitayga chidamayotgan Uyg'urlarni uçurib emas qarindoshlar. Unda boğaçqa aşırı adamlar özü az olgan bilen bizning bir millatning beshiga afat kelgan yomon adamlar. Şunun için onun munofiqninki ashunda idis julib ketgan özünün dinini yoki millatini yoki insonlik erkinlik, hürlikning ma'nosini bilmaydigan, qulluqni davomli xohlaydigan insonlarni o'zi bilib bilmay ashunda insonlarni uçurib qolamiz ashunda manqurtlarni. Ulağa biz o karşı turmay, ulağa karıştırışның yolu her xil qarindoshlar. Ularninki sepsetlerge reddiye beriş, ular bilan bo'lgan turmushdagi aloqamizni uzish. Mushu şekilde karşı turgan vaqtimizda qanday bo'ladi? Ana undan bizning duoyimiz ijod bo'ldi. Alloh taolo vaqt ayirib muomala qildi qarindoshlar. Bo'lmasa ayirmaydi buni. Qur'on Karimda Alloh taolo buni ayirib muomala qilgan misollarni ko'rsatgan bizga. Bani İsrail degan burunqi ummatlarning ichida sura Baqara surasida maymunga aylantirib o'tgan bir qabilaning nimasining gipi bor. Bir nimada dengiz sahilda baliq tutishlik bilan yashaydigan bir Bani İsrail qavmininki bir parchasi bo'lgan qabila bo'lib, bularni baliqchilik bilan yashaydi. Alloh taolo bularni sinash uchun haftadan xuddi yilda bir qatim bir oy Ramazon tutishga buyurgandek, bizni ularni haftada bir kun baliq tutmaslikka buyurdi. Bir kun baliq tutmaysizlar. Shanba kuni baliq tutmaydi. Haftaning ichida shanba kuni baliq tutmaydigan buyurgandan keyin vaqtning o'tishi bilan baliqlar shanba kunisi odamlardan qo'rqmaydigan. Boshqa vaqtida shu baliqlar qechib kelsa shanba kunisi ko'z oldida bu shu kelib turadigan bo'lib qoldi. Buning shuning bilan bular oxir bu baliqni ko'rib tutqisi kelib ketib chidamay bay degandek havoya o'si nafsininki taqildishiga bardosh ko'ramay qanday qildi desa, "Mayaq ko'ldan birini ko'lab, qo'limizda tutmoq degandan tutmagandan keyin deb ko'lga solib olib, aytisi yakshanba kunisi bu baliqni suzib oldi." Allah Teala bunda hilmi kirish, makkallik qilishni bilmamdi Allah Teala uni. Shuning bilan baliq bir yerda bu qavmning ichidagi bir yerda sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan mazmun nima desak, shu qavmning, jamoatning, to'pning, qabilaning ichidagi yaxshi odamlar sizlar buni qilmanglar. Sizlarning bu qilganliginglar baliqni tutganligi hisoblandi. Sizlar bunda saxtipazlik qilmanglar. Allah Teala saxtipazligini bildi. Allohning diniga bunda saxtipazlik ishlamaydi. Desimi ular unmaganlar oxirisida hisobda bular maydonini ayirib, mahallasini ayirib olgandi. O'tirg'i bir toshni tizib, bunda tog'liq rayonga chiqqan tosh tizib, bunda qirqib burib qo'ydi. Haqlar o'zining zaminning
yerlerinin o'rtasini ayirishgan. O'tirishga, mahalning o'tirishga pasil to'sib bo'lib olgan ikki tarafga. Shu bo'lib olganlarninki yaxshilik ularni cheklab unmay bo'lmagan vaqtida anandaki maydonni ayrilib yana davomli ular qarshtirayotganlar saq qilib Elika unmaganlar qanday bo'lgan desa maymunga bir kishida Alloh taolo maymun shakliga kelib shuni bilan halok bo'lgan ular. O'lgan yani hammasi umumiylik. Bununla Alloh taolo nima uchun uni ayirib muomala qildi? Nima uchun ba'zida ayirmay o'p jamini yo'qdi desa bir sir nima ekan desa faqat qarshi yomonlikqa qarshi turmaganlar ular garchi o'zi yaxshi boshqa ishlarda yaxshi qahqi yomonlik qilmaydi, lekin yomonlik qilmoqchi qanday qilmaydi? Qarshi turmaydi. Bunda odamlar o'rtaq halok bo'ldi degan. Bu Allohninki taqdir qonunidagi nayt muhim bo'lgan biz xalqimizning beshiga kelayotgan ofatlarga bilan munosabat va masala. O'sha Dumba. Pacha. Pasta pacha. Kulak. Burun. İnek. Gel. Dumba. Su. Gel. Tekrar. Kız. Paça. Su. Köpek. Dümbe. Uşuk. Baş. Burun. Kulak. Tekrar. Su. Biraz bir şey tuş gerek yok. Şuna kolla. Şuna kolla. Ekranlar. Kahlanlar. Sakat. Patsa. Put. Tapak. Su. Yani 10 devleti Xitay'ninki aytsamaniki Han devletinden uzun yılgacha 300 yıl yani ikki bölünüp ketken taqdirdimi uzun yıl Allah'dan tölenmagan. Bundan Xitayning tarixçileri bunu her jinsi soğuk yollagan deb yolg'on yozgan bo'lsa, amaliyotda bu Betirning nimasi saqlanıqlik Xitoy mag'lub bo'lganlik uchun hujum qilib uzun muddat hatto maliklarni onlarninki şahzadlarga, on podsholarga yatıp qilish, mallarını veriş, ipeklerini veriş, altın bir narsalarını veriş, açlıklarını to'lash bilan uzun yil demak urush bejitildi hozirgi zamondan emsa. Onlarning askarlari mayli oldichi olsun, mayli keyinchi olsun, o'qyani naq joyga tekkizib atalaydi. Xitoyda bunday qo'shin yo'q o'z davrida. Hatto Xitoyning tarixchilari o'zi shunday deb yozgan. Onlarning qo'shinni shunchalik qudratli deb yozgan bo'lar. Qo'qib ketmaslar endi unda deb yozmaydi. Chunki o'rda tarixchisi o'zining podshosi uchun ishlaydi. O'zini maqtash uchun ishlaydi. Lekin ular ziyoda qo'qib ketganlikdan bularning qancha qudratligini indaymiz ko'z tutish uchun yozgan tarixda bu. Shu bu yerdagi asos sabab bular nemishga bizga hujum qildi deganlikka sabab bo'lsa, ammo bizni tinchitish. Onlarni tinchitib onlarni yo'qotishmish o'zining territoriyasidan yoki mumkin bo'lsa hammasini yo'qotish. Nemishki ikkiga ayirib desa, kuchni qancha jiq bo'lsa, shuncha oson yo'qotib bo'ldi. Ikki fukini bo'lib o'tgandan keyin, ma fukiningmi yana ballar bo'ladi-ku. Buningmi ballarini bo'lib o'tgan bo'ladi. O'shundan bo'lib nim qilsa oxiri olganda tugaydi degan gap. Masalan, hozir onlarni biz faqat Uyg'urlar deb qarasak bo'lmaydi. Onlar nurg'un millatdan tarkib topgan hozirgi zamonga nisbatan. Qabilaga bo'linib keyin millat bo'lib ketganda bular hisobda. Asli bir qon. Shu mana hozir kelganda nima bo'ldi? Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tatar yana bir narsa deb bo'limiz butunlay. Bu bo'lgandan keyin kuch butunlay bo'linib ketadi. Endi hisobda 6-betdimga mushundaq kelib qolamiz. Da hisobda. Mening tushuncham shu endi. Endi mavu Beydin masrafı gap bo'libdi. Beydin masrafı emniyetde paydagını sinatkan kelişim bu. Açta hesaplandı. Nemişqa degende endi bu uzak tarix bu. Endi Liu Bang Tansalsın tuncu padişahı. Bu Han Gaozu deyildi.
Baysiz Hanudi deb o'qidingiz buni. Yiğit anında. Bu Han Gavzu deyildi. Tunç Padişah Gavzu. Bu Gavlaq igiz. Odatda Tunç Padişah Gavzu ya Teyzu deyildi. İki xilat etildi bundan. Nemiz biçamda. Bu Han Gavzu bu Liu Bang endi. Buningdan burun endi Xitoyniki Jango Chunchu Jango deyildi. Endi Chunchu degan amniya Jangoning yig'liq davri. Bu yig'liq davrida nurg'un ushaq bagligi bo'lgan. Endi kim bu baglik yettiga yig'ilganchu, cho'nglar kichiklarni yeb degandek. Shu mezgildan tortib G'ullar biz kirib bu zamonga o'tib, bunun asas qilgan zamani shu bugungi Xonan, endi bu Shanxi atrofi, Chang'an paytaqmizmi? Bu atrofimizda. Bedel to'lamagicha hech qanday bir narsa qo'limiz kelmaydi, ola deb bermaydi. Eng oddiysi bir do'konga kirsak, masalan, men kamerani men appli ko'tarib mangsam, to'xtab turay, "Meni pulni vermeding" deydi. Pul degan nima? Bedel. Men pulni bersam, bedelini to'lagandan keyin men kamera mening bo'ladi. Ya'ni men bunda zulmga uchrab ketgan millatdim. Voy menda bir kamera yo'qdi, xaponmay menga shu kamerani bersang olib kelsak, beramdi bermaydi. Bedel to'la pul ver deydi. Buning haqqi bor deydi. Shuningga qarindoshlar mening yoshlarni umid qildig'im shu. Biz uyushqoq bo'laylik abiyammi dedim. Fidokorlikni kuchaytiraylik. Biz boshqa narsa uchun emas, Alloh rizoligi uchun Alloh bizga farz qilib ketgan vatan davosini biz davomlashtiramiz, davatimiz inshaalloh. Xudoyim buyursa, mushunga hammamiz birlikda tirishaylik, rahmat.